Bosqichda bir o'sayotgan paytda biznesmenda ham o'sha katta daromadga chiqish uchun biznes qiladi-da. Masalan, hozir 10 ming dollarlik daromadda bo'lsa, endi u balkim 50 ming dollarga yoki 100 ming dollarga chiqmoqchi bo'lishi mumkin-da, lekin mana shu yerda ong ostida qo'rquvlar, ikkilanishlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam uni ong ostidagi chegarasida 50 ming yoki 100 ming dollarga hali joy bo'shatilmagan bo'lishi mumkin-da. Aynan mana shu moliyaviy stakanni kengaytirish kerak bo'ladi. Mana shu joyda biz aynan shuni kengaytirib beramiz. Ya'ni bu faqatgina motivatsiyadan iborat bo'lmaydi, bu yerda aniq konkret ishga ketadi. Ya'ni uni mana shu qo'rquv nimadan iborat? Qachon bu qo'rquv tushgan unga? Balkim bolaligida qaysidir oddiy vaziyatda, bu biznes bilan bog'liq bo'lishi shart emas. Oddiy oiladagi vaziyatdagi qo'rquvlar hozirgi kundagi biznesini ildizi bo'lib chiqadi. Ya'ni men raskopka qilish usuli orqali ishlayman va mana shu joyda biz ko'rib chiqamiz, nafaqat biznes bilimlari, balkim psixologik qo'rquvlar va o'sha pulga tayyor yoki tayyor emasligi, balkim bolaligida katta pulim bo'lsa, boy bo'lsam o'g'ri urib ketadi degan e'tiqodlari bo'lishi mumkin uni. Ana shularni olib tozalab, hozirgi kunda bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Sen kamera qo'yishing mumkin yoki nimadirlar deb uni ong ostiga ko'rsatib, yo'lanish ko'rsatib bergandan keyin u qo'yib yuboradi. Va bu yoqdan u biznes bilimlari bilan birgalikda biznesga ketaveradi-da va bu yoqdan qo'rquv yo'q bo'lgandan keyin katta summa kirishni boshlaydi.